Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar. Biza oldingi suhbatimizda o'tgan kelgan kommentariyalarni ko'rdik. Bir xil joylarni sal tushunchalar noma'lumlar bo'lib qo'ygan ekan. Shuning uchun tushuncha berib o'tmoqchiman. Bu suhbat o'zi uzoqroqqa mo'ljallangan edi. Ba'zi joylarda oyatlar o'tadigan bo'lgani uchun bitta yarimta bilmasdan unga qarshilik qilib bo'lmaydi gap undoq deydigan bo'lsa dindan chiqib qolishi mumkin edi. O'shani boshida aytib qo'yuvdim. Buni sal nima suhbatimizni bir qismi olinib bir qismi olinmagani uchun odamlardan noto'g'riroq tushuncha paydo bo'lib qolibdi. Shuning uchun uzr so'raymiz. Ben Yaltaga ketayotgan joyimda to'xtagan edik suhbatimiz. Yaltaga bordim. Og'aynim Yaltaga jo'natib yuborgan edi. Yaltada ham men o'zimni dardimga shifo qidirishga boshladim. O'sha yerda xristian baptistlar bor ekan, ular olib ketdi meni. Biz endi san tuzatamiz dedi, davolaymiz dedi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz dedi. Shunaqa qilib baptistlarning orasiga qo'shilib qoldim, xristian dinini o'rganishni boshladim. Ularda chet eldan, Shveysariyadan juda ko'p o'zbekcha kitoblar kelgan ekan. U o'zbekcha kitoblardan o'qidim, lekin xristian dinini o'rgandim. Toshkentga qaytib keldim, xristianlarning kitobini o'qigandan keyin payg'ambarlar ko'p bo'lgan ekan. Birinchiligi ibtido deydi. Odam atoni yaratilishdan boshlagan joyi bor. Keyin men borib yana Jugurtada ham o'qidim. Ularni ham buni o'rgandim. Shu keyinchalik menga bu nimalarni ko'rib keyin to'xtatdim. Bularniki dedim, Iso Masihlar to'xtagan ekan, bu yog'i nima bo'ldi dedim. Lekin masjidga borib Muhammad alayhisalomning dinini o'rganishni boshladim. Shunaqa qilib keyin u paytda islomiy kitoblar yo'q. Abdulla Ibn Doriyni shunaqa dinga juda qattiq ta'zyiq bor edi. Biz bir masjidda o'tirgan paytimizda kechqurun bir yigit keldi yig'lab. Otamni janozasiz ko'mdi akalarim, amaklarim deb. Shu hozirgi oq masjid deydi, Minor masjidni oldidagi qabriston, Minor qabriston deydi. O'sha yerda ekan kechqurun borib janoza o'qidik o'shanga. O'sha yigitni hayoti nima bo'ldi, urug'aymog'i nima deydi. Mana hozir men murojaat qilsam, o'shani urug'lardan bittasi agar nima qilsa bo'lsa tasdiqlaylar. Shu bo'lgan voqealarni shu paytda haqiqatan shunaqa bo'lgandi. Biz 4 kishi borib janoza o'qiganmiz ko'milgan odamga. O'sha paytda shunaqa qattiq davr edi islomga. Men keyin islomni o'rganishni boshladim. Islomiy kitoblarni 2 xil kitob bor edi o'shanda. Bittasi Rahmatulloh alamni kitoblari, islom dini nima degan kitob va Majmu Soniy bor edi. Hazrat Imom hozirgi diniy boshqarmani tahoratxonasida sotilardi kitoblar. Borib ikkala kitob oldim, o'qidim. Men kitobdan o'rganganim uchun azon chaqirasan, takbir tushirasan, lekin namoz boshlaysan yozgan kitobda mana o'qib oldim. Bir payt qo'shnim xotini chiqdi. Mahallada gap bo'libdi, boshqa nimani o'rganyapti deb. Men 7-etajda turaman, u ham 7-etajda turadi. Qo'shni nimada qo'shni podyezdda chiqib o'rganayotgan ekansiz. Men aytdim, ha dedim, qo'liga uni ham kitob berdim. Men bir tomondan chiqib azon chaqiraman ertalab, ikkinchi tomondan chiqib xotin azon chaqiradi. Biz bilmaganmiz endi ayollar azon chaqirmasligini. Mana shunaqa qilib o'rganganmiz o'sha paytda. O'zimiz tog'am bo'lmasam islom dinini biladigan 7 marta borganman. Tog'am menga o'rgatdilar. Biz seni bilamiz, sen kommunistsan, undan o'rgatgani yo'q. Oxiri bitta ma'ruza berdi. Mana mashina olib ketib o'rgandim. Shunaqa qiyinchilik bilan islom diniga kelganmiz, o'rganganmiz. Keyinchalik shu meni o'qiganim juda bir foydali bo'lgan ekan. O'zim o'ylashimchalik kommunist bo'lganman.
keyin xristianiyani o'rgandim, yevreylarni kitoblarini o'qidim. Keyin adashmasligimga va to'g'ri tushunishimga foyda berdi shu. Neki Alloh taolo Musa alayhissalomni ham Fir'avnni o'yida tarbiya qilgan ekan. Fir'avnni o'yida tarbiyalanib, keyin mana payg'ambar bo'ldi. Biz ham o'sha davrda tarbiyalandik, nimasidan chiqarib Xudo shu ota bobomizni duolari tufayli bo'lsa kerak, chiqarib bizlarni islomga keltirib qo'ydi. Allohga beadad shukr. O'shandan beri men qarasam, odamlarda kitob yo'q, kitoblarni olib tarqatib yurdim. Butun O'zbekiston bo'yicha kitob tarqatdim o'shanda. Xudoga shukr. Shu bitta shaharda bir hafta 3 kun yotganimni eslamayman. Faqat Namanganda bitta hadis o'qidim. Kim 40 kun 5 mahal masjidda namozini o'qisa, Alloh nima so'rasa qilib beradi degan hadis o'qigan zoqatim. Namanganga bordim, Davudxon To'rani masjidida, o'sha Xo'jami masjidi deyishadi. O'sha Xo'jami masjidiga kirib olib, 40 kun o'sha Davudxon To'rani bilan yotdim. Bitta hadis o'rganaman, amal qilaman bitta hadisga. Boshqa paytda kitob tarqaladigan paytlarida butun u paytda kitob do'konlari hammasi yopilib ketgan, aroz do'kon qilib qo'yishgan kitob do'konlarini. Lekin xususiy sotiladigan bo'ldi 90-yillarda. O'sha paytda keyin Andijonda Devona buvani oldida masjid ochdi, bozor ochdi, kitoblarning bozori. U payshanba kuni bo'lardi. Juma kuni Namanganda Soyli bo'yida bo'lardi. Samarqandda Zulmurod masjid oldida bo'lardi. Buxoroda Chashma Ayub oldida bo'lardi bozor. Samarqandda Imom Buxoriy majmuasining oldida ham bo'lardi bozor, kitob bozori. Xullas kalom butun respublika bo'yicha kitob bozori ochdik, kitob do'konlari ochdik. Islomni targ'ibotga tarqatdik. Menga shunda kerak bo'ldi. Oldingi olgan ilmlarim. Shu bilan mana nima sababdan oldin olgan ilmlarimni, nimalarni hammasini menga keyinchalik foydasi tegdi deganimning sababi 90-yillarda chet ellardan har xil da'vatchilar keldi va har xil partiyalar ko'payib ketdi. Bizlarning mahallada ham nimalar bor edi, novvoylar, oshpazlar, qassoblar, xullas kalom davr matbuotini o'qish kamroq bo'lgan odamlar edi. Ular shunda partiyalar tuzishdi. Men borib so'radim. Men masalan kommunistik partiyada bo'lganman. Sizlar endi nima qilmoqsizlar? Qanaqa partiya tuzmoqsizlar? Partiyani ustavi bo'ladi. Partiyani keyin rejasi, plani bo'ladi. Nima ishlar qilmoqchi partiya? Masalan kommunistlar partiyasini tuzayotgan paytda boylardan joylarni tortib kambag'allarga bo'lib beramiz. Zavodlarni tortib olib ishchilarga bo'lib beramiz deb odamlarni jamlab keyin partiyani tuzgan edi. Endi bu sizlar nima qilmoqsizlar? Mana masalan partiya tuzib olasizlar, nima ishlar qilmoqsizlar? Ular o'zi partiya tuzgandan keyin nima ish qilishini ham bilmaydi, mahallasida nechta odam ishlashini ham bilmaydi, o'zi yashashini ham bilmaydi. Ammo partiya tuzib janjal boshlamoqchi. Fitna qilib qiladigan ichida odamlar bor endi. Shu narsani qildirmoqchi, O'zbekistonning tinchligini buzmoqchi bo'lib turgan. Mana shunaqa odamlarga qarshi o'shanda kurashdik. Bu bo'lmaydi, bu ishlar to'g'ri emas, noto'g'ri. Keyin chet eldan juda ko'p boshqa din vakillari kirib keldi. Shular qatorida xristian dinini odamlari ham kirib keldi. Ko'plab kitoblarni, hatto avtobusda qog'ozdan bilan to'yga taklif qilganda ekan, falon masjidga boringlar, falon nimaga boringlar, bizga boringlar, biz o'rgatamiz deb kitoblarni tashlab ketishdi. Biza borib o'shalarni keyin qilayotgan joyini borib ko'rdik. Bu qilayotganlari siyosatga ham to'g'ri kelmaydi, nimaga ham to'g'ri kelmaydi, din islomga ham. Ko'rsangiz
kampirlarni nimalarni kiyib olgan qudasinikiga boradigan ko'ylaklarni kiyib olgan, maxsi kalish kiyib olgan borib cho'qinib o'tiribdi. Domlachi ham o'zbek nima qilyapsan deb bunda qarasam bitta sallanli odam ham o'tiribdi. Men aytdim, men bilan mayli endi katta odam sallanli bu bepaxon nima o'tiribdi deb aytsam, ularni ibodat tomon bo'lgandan keyin to'rtinchi hali odam keyin da'vat qilishni boshladi. Islomga da'vat qilib tushuntirishni boshladi. Men aytdim, xudoga shukr, bitta o'zim emas ekanman. Haligi xristianlarni nimasiga qarshi kelgan. Undan keyin biz tushuntirishni boshladik. Bu qilayotgan ishlari noto'g'ri, islomga to'g'ri kelmaydi. Bu noto'g'ri kitoblar deb tushuntirdik. Shularga mana qarshi borib, o'shalarni to'g'ri yo'lga boshlashimiz biz bu dinlarni bilganimiz uchun, ta'limotni o'rganganimiz uchun bizga yordam berdi. O'zidan o'zi bo'lgani yo'q u. Islom kelib qolishi, har bitta narsasini o'rganish qancha mashaqqat, qancha qiyinchilik bilan keldi. Yig'lab o'tganmiz islomga. Shu ko'p nima qilganda o'rganayotgan paytimizda. Shuning uchun hozir ota boshdan olganlar yo bo'lmasa masjidga borib bemalol xotirjam ibodatini qilib o'rganayotganlar qadriga yetish kerak. Mana xristianlarni sinagogasiga kirdim. Kirsam o'tda ham kitoblar sotadi. Kitob do'koniga kirsam, bitta daftari bor ekan, nimasini yozib qo'ygan. Kres qo'yganda ichiga yozib qo'yar ekan ular olib. Bu o'zi Rabat va takova благослови bundan yozilar ekan. Men aytdim, o'zbeklar shuncha musulmonlar yashab-ki, mana shunaqa daftar qilmabdi. Darrov uyga kelib, bitta daftarni olib yozishni boshladim. Alloh taolo Imom Buxoriyni yerlarga, falonchini yerlarga, falonchini yerlarga. Xullas kalam 5-6 bor yozgandan keyin qarasam yetmaydi ham. Keyin mayda harfni yozdim. Mayda harfni. Muqolalarga tegmaydi tashladim. Namozdan keyin 1 soat o'qiyman, haligini o'tirib olib. Bir kun qattiq sovuq edi, o'tirib o'qidim, joy namozimga yopishib qolibdi orqamga. Muz bo'lib qolgan, o'y qattiq jahlim chiqib ketdi, bir daftarimni yoqib bordim. O'sha kuni payg'ambarimizni tushimda ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar, aytdilarki, qani aytdilar, seni daftaring yaxshimi yo bo'lmasam val mu'minin Allohum mag'firli val mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat yaxshimi dedilar. Men aytdim, val mu'minina val mu'minat o'zi shalxur. Ketdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qani bitta narsani o'rganish uchun men necha oy vaqtim ketdi, necha oy uni o'qidim, yozdim, o'rgandim. Yana ibodat qildim, qancha har kuni 1 soatdan har bir namozda vaqtim ketdi. Shuning uchun bu islom u o'zidan o'zi qurilib qolgan emas. U bizning aqlimizdan uni to'g'rilab qo'yiladigan ham narsa emas. Faqat Xudo bandalarni bir to'g'ri yo'lga solib qo'yish uchun har xil mo'jizalar yoki karomatlarni ko'rsatadi. Ana shunaqa karomatdan menga ham ko'rsatib, ota bobomning duolari uchun yo'lga solib qo'ygan bo'lsa kerak deb tushunaman. Endi mani gapimga ishonch hosil qilishingiz uchun Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni shayxi nimasi bor, haligi ma'ruzalari bor. Jabroil hadisi degan. Shuni ko'ringlar, oxirida o'sha Jabroil hadisida Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tushuntiradilar. Islomni 3 ta bo'lakka bo'lib, bittasi aqida bo'limi, bittasi shariat bo'limi, bittasi tariqat bo'limi. Tariqat bo'limi shu tasavvuf deyiladi, tasavvuf ilmini o'rgatadi. Xudoni ko'rib turganda, yo'q Xudo seni ko'rib turganda ibodat qilgan deb. Ana unda shunaqa ibodat qiladi. O'sha ibodatlarni mana bu kitobda berilgan, mana avliyolar kitobi mana. Avliyolar kitobi mana shu kitobda berilgan. Uni ko'pchilik o'qimagan. Ular tasavvuf to'g'risida tasavvuri ham yo'q. Bu tasavvuf olimlari agar bir insonni yo'lga soladigan bo'lsa, suvni ustida ham yurg'iza oladi. Bunaqa tarixda bo'lgan bu ishlar. Ko'p karomatni ko'rsatish oladi. Karomat deydi ularni shuni. Shuning uchun bu tasavvuf ilmidan boxabar bo'lib oldin o'rganish kerak. Mana ikkita ma'ruza, bittasi shu Muhammad Sodiqni Jabroil hadisini ko'ringlar. Va undan keyin Oli Imron surasini qissasini ko'ringlar. Buni o'sha Muhammad Sodiqning masjidining imomi Hasanxon ibn Yahyoxon
o'sha qissani sharhlab berganlar juda bir chiroyli sharhlangan qanaqa voqealar bo'lishi to'g'risida. Endi Xudoni mo'jizalari, avliyolarning karomatlari serob. Bir xil narsani eshitganda, "Ya bunaqa narsa bo'lmaydi, bunaqa deyishdan oldin vallohu alam Alloh biladi" deb qo'yish kerak. 1990-yilda o'zi kerak, shunda shu 90-yil 85dan keyingi 90-yillar atrofida ekstrasenslar ko'payib ketdi. Respublika bo'yicha ekstrasenslarning yig'ilishi bo'ldi. O'sha yerda men qatnashgan edim. Shunda bitta kampir kelinini olib yig'lab keldi. "Mana buni qaranglar" deydi. Pul so'rasa deydi, portikadan deydi, dollarlarni olib ketashlaydi deydi. Bir narsa deydi. Ovqat so'rasa deydi, shashliklarni issig'ini olib kelib beradi deydi. Portikadan olib kelib beradi deydi. O'ta eshitdi, hayron qoldik. Endi shu islomni o'rganganda nimani Sulaymon alayhissalomning qissasini o'rgangan paytda bilamiz. Sulaymon alayhissalom Bilqisni taxtini olib kelib berishi aytganda, bittasi ko'zingni ochguncha olib kelib beraman degan bildin. O'shanaqa jinlar hali yo'qolib ketgan emas, narsa ko'taradigan, narsa ishg'ol oladigan, odamlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jinlar hali ham o'lib yo'q bo'lib ketgan emas. Bor bular. Ana shularni o'rganadigan nima fanlarni shularni yo'qotadigan fanlarni bu tasavvuf deydi. Tasavvuf ilmi bilan yo'qotadi. Bunaqa narsalarga qarshi yo'l yo'riqni o'rgatadi. Har xil nimalardan odam o'zini himoya qilish uchun. Shuning uchun bu bir narsa ish qilayotganda domlalardan maslahat olib yaxshi tushunadigan domlalar bor, insonlar bor. Mana shu islomga to'g'ri yaxshilab tushunishga yordam beradi. Har xil oqimlarga oqib ketish kerak emas. Salomat bo'linglar, yaxshi bilan ko'rishaylik.